Salom hammaga. Xayrli kun, xayrli kech. Bilmayman, bu ro'yxatni qaysi payt ochasiz, farqi yo'q. Energiya yo'naltirilgan, kerakli insonlar topadi. O'zini temnoy storonasini qabul qilgan, prarabotka qilgan, destruktivlarini, proshloylarni отпускать qilgan, o'tmishini kechirgan, o'zini seva boshlagan, o'zini kechirgan insonlar bu ro'yxatni topadi. Umuman meni profilimga yozilishadi, подписка tashlashadi, chunki energiya shunaqa yo'naltirilgan va shunaqa подписка qilingan holatda, energiyasini qoldirgan holatda amalga oshadi. Demak, bugungi asosiy yo'naltiriladigan mavzuyimiz 2026-yilning asosiy sovg'asi. Ko'ramiz. Karta teskari tushdi. Elektromechiy. yilning asosiy syurprizi, sovg'asi biz uchun. Nuhti, колесо фортуны. Графант тоже teskari tushyapti. Kechirasizlar, yarim o'zi teskari bo'lib qolibdi. Хорошо, men teskari karta ko'rmayman, shuning uchun o'nglab qo'ydim. Ajoyib kartalar. Oldinga intilish, stabilnost, колесо фортуны, Erofant. Yuqorida aytib o'tganimdek, o'tmishini unutgan, kechirgan, prarabotkalarni o'tagan, destruktivlarni prarabotka qilgan, o'zini temnoy storonasini qabul qilgan insonlar, o'zini boricha qabul qilishni, o'zini sevishni o'rgangan insonlar uchun bu ro'yxat. 2026-yilning asosiy sovg'asi siz uchun stabilnost, dengi, omad, pul bo'yicha stabilnostga erishasizlar. Asosiy sovg'a sifatida mantiqan o'ylab qaraganda nima ekkan bo'lsanglar o'shani o'rasizlar. Yaxshilik qildingizmi, yaxshilik qaytadi, yomonlik qildingizmi, yomonlik qaytadi. Men o'ylashimcha, meni kuzatayotgan insonlarning hammasi yaxshi insonlar, har doim yordam berib, o'zini prarabotka qilib, doim o'sishga, intilishga, o'qishga harakat qilgan insonlar deb o'ylayman. Shu bois faqat yaxshiliklarni tilayman sizlarga, yaxshiliklarni kutib qolaman. Shu o'rinda siz o'zingizga o'zingiz so'rang, Allohdan so'rang, Xudodan so'rang. O'zingizni doim o'stiring, o'qing, o'rganing, duxovniy o'sing, psixologicheskiy eskiliklardan voz keching, o'tmishni unuting, kechiring. Doim qiyinchilikni, muammoni o'ziga ortgan, yelkasiga ortgan ayol, erkak farqi yo'q. Doim o'zi hal qilgan o'zini muammosini, g'ururini ustun qo'ygan, hayotidagi barcha boshiga tushgan sinovlarni yakka o'zi tanho yenggan kuchli insonlar meni kuzatyapti. Пора уже менять эту позицию. Любите себя. Не таскайте прошлое, отпустите. Конца тяжелое испытание. 2026 yil siz uchun hamma sinovlarni og'ir ko'rdingizmi? 10 ta qilich tanangizni yorgan. Kuchli karta bu. Bu desatka mechey bo'lishi yo'q, bundan ortiq azob uqubat. Tugadi. Konец тяжелых испытаний. Eng oxirgi sinovingiz. Ko'ryapsizmi badaningizni qanaqa yanchib tashlagan mechlar, muammolar, sinovlar. Jonsiz yotibsiz. Lekin уже bu qiyinchiliklar tugadi. 2026-yilda yakunladingiz bu qiyinchiliklarni. Olg'a. Mana oldinglarda tortmanman. Старший аркан Шут. После десятки мечей старший аркан Шут. Qiyinchilik, azob, uqubat tugatganingizdan keyin bo'ldi. Proshloyni отпускать qilib, destruktivlarni, abuzlarni, infantillarni отпускать qilgandan keyin
Обновление, полное обновление. Qarang, oyog'ingiz tagida muallaq yo'q yer. Lekin siz tayyorsiz. Bu degani hayotingiz 100, 180, 360 gradusga o'zgartirishga tayyorsiz. Va bu keldi уже, keldi. Данный moment shunaqa vaziyatdasiz siz. Agar mana shunaqa desatka mecha etayotgan bo'lsangiz, uyg'oning. O'zob oqibatingiz tugadi. Yangi qadamlar, yangi faoliyat. Umuman balki boshqa yo'nalishda ish boshlarsiz. Qabul qiling, odamlarga uchrashing, chiqing, bunaqa yotmang, turing o'rningizdan. Muammolar tugadi. Siz umuman 2 yil, 3 yil, 4 yil oldingi odam emassiz уже. Полный вперед. Полный обновленный меня человек смотрит. Kartalarni, говорящий kartalarni ko'rasizlarmi? Самый позитивный расклад. To'g'ri, siz o'tmishingiz juda og'ir bo'lgan. Men bunga shubham yo'q, lekin siz уже tugatib bo'ldingiz o'tmish xatoliklarini, sinovlarni. Siz hali ham yotibsiz-da, yana keladi yoki o'sha o'tmishi qayg'usi bilan yotibsiz. Bo'ldi, tugadi, turing o'rningizdan. Turishga kuchingiz yetmasa emaklang. Chiqing bu botqoqlikdan. 2026 yil sizga juda katta imkoniyatlar, shanslar taqdim etmoqda. Замечайте эти шансы все-таки. Bunaqa yotishda shanslarni qo'lingizdan chiqarib yuborasizlar, bir kitob ko'rlar. Mana, keyingi karta. Shu yerdan keyingi kartani ko'rasizlarmi? Сразу семью подарит вам Вселенная. Baxt. Десятка пентаклей. Omad, baxt, изобилие после обновления. Mana o'rningizdan turinglar. Kuchinglar yetmasa emaklanglar. Sizlarni baxt kutmoqda. Bunaqasi bo'lmaydi. После десятка мечей сразу baxt. Как понять? По-моему, вы тоже сами понимаете эти карты, да? Давайте. Tezroq, harakatinglarni qilinglar. Omad, baxt, изобилие kutyapti sizni. Любовь, muhabbat, farzandlar. Кто хочет, кто может, kim xohlasa farzand ko'rish mumkin, turmush o'rtoq kutib turibdi na poroge. Lekin siz bunaqa kayfiyatda yotaversangiz bo'lmaydi. Давайте, o'rningizdan turing. Bundan keyingi kartadan chiqqanini ko'rasizlarmi? Император вас ждет. Император это 4 стихии. Король пентаклей, король жезлов, король, как его? Кубков, король мечей, 4 королей тут. To'rtta король o'z ichiga olgan, самый стабильный мужчина, денежный мужчина, маг он, всемогущий. Yuziga qaranglar, серьезный. Император он знает, он всего добился, сам причем. Turmush o'rtog'inglar, ayollar ko'rayotgan bo'lsa erkaklar ko'rayotgan bo'lsa imperatriца sizlarni kutayotgan bo'ladi. Вы чё? Опустили руки. Давайте быстро. O'rninglardan turib, tezda harakatinglarni qilib, bo'yanib, chiroyli bo'lib, kiyinib, orasida bo'lib, energiyani tiklashimiz kerak. Вот эта карта. Вот эта карта. Я сейчас вам покажу. Я рада. Я же говорю, меня смотрит непростые люди. Вот очень. Judayam zo'r insonlar sizlarda. Bilmaysizlar o'zingizlar qanaqaliginglarni. Старший arkan. Обновлениеdan keyin turmush o'rtoq. Bir o'sha paytda o'zida pul keladi sizlarga. И такие огромные деньги, juda katta pul kelyapti. Shundaymi yotaverasizlarmi? Bundan ortiq baxt bormi? Bundan ortiq bilaman. Shunaqa qiyinchiliklar o'tgansizlar, bo'ldi, o'tib ketdi. Sabirитесь уже, в конце концов. Bunaqa karta tushmagan hech qachon hech kimga. Bizni nima kutmoqda? Обновление полное. Oila, baxt, to'y, imperator, turmush o'rtoq, деньги, изобилие, счастье. Kimdir kasal bo'lib yotgan bo'lsa, og'ir kasal bo'lib yotgan bo'lsa,
Tuzalish, 100% tuzalish. Ko'rasizlarmi? Tabriklayman. Вставайте уже. Берегите себя, подписывайтесь, не потеряйте меня. Я обожаю вас, люблю вас.